Assalomu alaykum aziz obunachilar, sog'misizlar, omonmisizlar? Mana biz sizlarga strokada ishlarni qo'yib boryotgandik. Mana xudo xolasa obed vaqti bo'lib qoldi. Ishchilarga mana nimalarni tayyorladik. Mana obedga choylar qaynayapti. Mana salatlar tayyorladik. Hozir osh xudo xolasa tinch. Mana akalar, ko'pchilik so'rayapti kamchilik bor sizlarda deb. Kamchilik shunaqa ekanki, dokument masalalari, oila masalalarini aytmay ketyapsizlar videolarda deydi. Oilalarimiz oylik ishlaydigan bolalarga 90 mingdan 100 minggacha qilib berishyapti. Dokumentlarini, yotoqlarini qilib berilyapti. Hamma nimasini qilib beryapti. Pitaniyalar mana nimani ish beruvchini o'zidan. Hozir ichkarida o'choq remont ketyapti. Tashqaridan osh damlab qo'yganmiz. Xolasa dokument kahpolojniy bo'ladi. Bez dokument ishlanmaydi. Уже dokument sentrlar ish boshlagan, FMSlar ish boshlagan. 1,5 yil 2 yildan beri dokument bilan yurilyapti. Registratsiya qilingan, toza patentlar boshlangan. Ha? Oching bo'lmasam bir aylantirib qo'yamiz. Dokumentlar, patentlar ham boshlangan, xudo xolasa. Patentlarni ham patentlar qilinadi kelganinglarda. Dokumentlar hamma yo'q, kahpolojniy akalar. Shahar tinch. Hamma yo'q tinch akalar. Mana osh xudo xolasa haqiqiy to'y oshi bo'lib, lazerda o'zimiz O'zbekiston guruchi. Titib nima qiling, unaqa ontarib qo'ymayshi zo'r bo'ladi. Ilhom akam sheppovoq 50 ta odamga osh bo'lyapti xolasa. Go'zal. Akalar, xavotirga o'rin yo'q, hamma yo'q. Kahpolojniy, dokumentalniy bo'ladi. Mana o'choq. O'choqlar bitkizib qo'yganmiz, ozgina cholasi qoldi. Bitsa, xudo xolasa mana katta qozonlarda ovqatlar qilinadi. Mana mo'ykalar. Hamma yo'q, sharoitlari zo'r. Ishlar ketyapti. Oilalarda aytgandek, raznorobochilarga 80 ming, 90 ming, ustalarga 90 ming, 100 minggacha oladi oylik. Hamma rasxotidan tashqari yotoqxona beriladi, yeb-ichar beriladi, dokument qilib beriladi. Hamma yo'qdan tashqari shunaqa. Ob'yomga ishlaydiganlarga ob'yomga beriladi. Bemalol qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Inshaalloh bo'sh ish o'rin bo'lsa-ki aytib deb nima qilaveramiz. Ana akalar, yurishlar dona bo'lib ketgan. Boshliqlar hamma yo'q cho'tki bo'ladi. Mana. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Yaqinlaringizga ulashinglar videoda. Biz faqat ishimiz sizlarga foydali bo'ladigan narsalarni qo'yish. Bo'sh ish o'rin. Xudo xolasa dokumentalniyaligi, FMSlarga borib videolarga ham olib, hamma ma'lumotlarni chiroyli qilib yetkazamiz, xudo xolasa. Qayerda qanaqa dokument qilinadi, qanaqa dokumentlar kerak, hammasini qo'yib nima qilamiz. Kimga?